bizim körüşkünümüz İsa'dı mı? İsimdi bulmandıgan. İkimiz kasemleşkende dostluğumuz şunçpak ve samimiydi. Kasemdişim, biz aşı sebi çalırımızdan hem de çıraylık öteyli. Şundak bolsa o yaxşı bolattı. Merhamet. En âli ihtiram, en samimi ko'nglim bilan keraylarga rahmat aytaman. İyi çağıksız yürüyen günlerimde, merkitler beni arnımız koygan çağlarda, sizler atı bala, aka inle, kasemdişim Camukka bilen birlikte, man merkitlerçi yarı yülekti boğdağla, rahmet aytaman. Keraylar bilen Cadanallah bombagan bolsa, men Tömürçinle bugün bombagan bulattı. Muşu çim dostluğumuz üçün, hal atamga, jaqagen bu tağamga, sen gün ilimge bir ötül kımız tutay. Merhamet. Tömürçin, bu yakı ke. Tömürçin, hatırcam bol. Emdi kimdi kim, zehirlik jilandek. Dostluğumuzni buzmakçı olsa, hergiz onun damığı düşmeyme. Kimdi kim, zehirlik çayandek, otturumuzga soğukçılık sağmakçı olsa, hergiz onun keyniga kirmeyme. Biz 100 turanı öz ara düşendirip, bağırlık uquşmasıqni, pakize tülü tüyteyli. Halata, diğerlerdek bozbek yaş bulattı. Qerip kaldı. Tanrı'nın dergahıga, qaytıdığa vakit mı bop kaldı? Günlerinin biride, tağını dalda, çöpni yastık kılıp, aramığı ketime. Tenim, kork ustahanға aylanıp, tağ çok kısığım мәңгүлік məhkum boludu. Halata, o çağda, el kavimlerimde kimge tapşırma? İnelerimge kelsek, ulanın o köngli yaxşı, lekin ulanın iqtidardan ip eysam, Tanrım keçirgeyse, ulanın hiç qaysi kereylerge emirhan bolışqa layık emes. Oğlumu kelsek, Tanrı'nın iltifatıga eşqalla. Sen gün isimlik birli oğlum var. Lekin onun qoludan hiç nima gelmeydi. Çoğun işlerinin hüdüsüden çıkamaydı. Hazır şunu jakalayman ki, Tömürçinni sen günge akıqıp berime. İşte oğlum bolsa, men bu gam endişinin hali bulaman. Gel sen gün. Tömürçin. İgem Eysağa, Moğollarning odati bo'yicha kungimi qasam qilaman ki, Tömürçin bilan qayta padar o'g'il bo'lishimi? Qarang, ular endi aqsqu bo'ldi. Sen günün çırayı tutup ketkenini kömdünüz mü? Aldırma. Buran çapın tek aldığımızda. Emirxan'ın pederi oğul bulunuz degine nimeden derek berdi gamdı? Kerey kabilesini qağın ağımızga ötküz berdiğin okşumamdı. Şurada okşaydı. O inleri bilen oğluğa narazıken o. Qarğandakımızda çıkıcı vağan okşaydı. Ensire vatmen. Et sayigende. Bugün diğerlerinin hemmisini unutup kalamdı tehi. Ben şunundan ensireymen ki, Emirxan'ın bu gibi tağıcıyan işkisi de qağanımızga nispeten öşmeli qozaq koyam ekin. Uruş kısı var mıken? Hazır ulardan herkes korkmayınız. Lekin hazır kereyler bilen erişidiğen çağı emez. Doğru deysen. Biz derhal bir amal kılıp, sen gün diyen bu tepkek aygırını baldırak düşep koyaylı. Ulan! Ata! Emirxan bilen Tömürçin'in bu yerlikini kömdü mu? Çapsan salam kılma bize. Emirxan, Tömürçin qağan. Oğlum Tömürçin,
Şahane çadırıma girip birkaç erken çay içi var. Tağanim? Menen çedirime baraylı. 4 tane sıra halatımız bilen deyişlerin gibi varken. Bol adamsa, senin çadırına baraylı. Anlasam kızları çağırıp bekaya tek çay içkizmepsiler. Çoğun oğlum çocuğa çay içkizip koysak deymen. Kızımız Kurcun Beke 18'e kirdi. Onu Sengim'in oğlu Tursaqağı yatlı kısak dep oylavatıman. Han ata, sizlerden qandaq fikirler var ki? Özara kuduruşam da ok. Tanrı ilgemge şükre, ondan oylapsız. Çağır Beki bilen Juchi'nin toyuğa hazırlığı kıla alayman. Lekin Tursaqağı kelsek, o Sengim'nin çoğun oğlu. Onun bilen məsləhətləşkəndən keyin sizge cevabını verin. Ondaq bolsa, Boğurçun elçilik emekkay. Hanata, o sizler bilen billi barsın. Boludu. Sengim çokum koşuludu. Özara kudulaşsak, ilgili gelgendek iş bulmamdı. Yaxşı, pek obdan boldu. Tömerçen kalsı obdan öyleydik ana. Kızına oğlumla yatlık kısa, oğlum hallık tahtı oturganda kızı hatun buladı. Sana ne Jochi'ye yatlık kıldık emіз tehe. Jochi kançılık nimeti. Sengim, bundaqdı sağımlaşamdı. Jochi Tömerçinin çoğun oğlu dursa. Hata dedim mi? Jochi'ye merkitlerinin püştikelliğini kim bilmeydi. Sengim, yok yerden gep tapma. Gep tapkınım yok. Tömerçen Jochi'ye herkes kağallık orunu vermeydi. Melikimiz olağa yatlık bolsa, şimaldikilerinin tokulu buludu. Lekin Tömerçen'in evirsi kereylerinin emir hanı bulalaydı. Dep baksana, bundak öz ara kuduluşuş akıllı sığamdı. Pitni basatlağı işenme, yaman sözlerden dil azarı kısan bolmaydı. Merkitler bölteni bulap ketip bir neçe aydın keyin koşun bilen qaytıvatqanda Jochi'ni tuqqantırsa, qandaqsigi merkitlerinin puştu boludu. Ondak bolsa bu elçi canaplar dep baksın. Jochi kağallık tahtı varısı kılalamdı yok. Moğolların adı boyunca inançla işlik akılla tanlap saylanırdı. Jochi balalarının çoğun boğunu üşünla. Çokum kağallık tahtı varıslık kırışını atayın. Lekin umu indirge okşaşla, bundak fırsat yakı mümkünçilik müyesser boluşu mümkün. Jochi, xuddi bulbul sayrağındaki gepni bek çıraylı kıldı ekensiz. Kimden kağallık tahtı varıslık kılışı bu keyinki gep. Azer ballarının toy işığı kileyli. Ballarının toy işığa atağına igi buludu. Oğlum Tömerçen'den soğuk kıgan kızını anmaydı. Sana ne helika haramzade Jochi'ye yattıkış meselesi kelsek, ben bununla arlaşmaydım. Sengim! Sengim! Bana hemmeni gördünüz. Öz ara kuduluş işi, soğuçılışıdığa okşaydı. Əməliyyətdə Ulu Xatun Jochi'ni tuqqanda mən kep boğan. Ulu Xatun'u bulap ketip biz qutuldurup çıkıca 9 ay mı bolmağan. Jochi'ni merkitlerinin püştü deyiş. Tuxumdan tük ündürgenlik emas mi? Boldu. Sen günün digerlerini başlar dedi ama. Yak. Hiç kimi gittinme. Qağanim, Xatican bosla. Ben Kurcunun ağzı herhalde çıncı mı? Qağanim, tühyatmı duyma. Qadağan, kimize gidelim. Zorlab qimiz ishmaydilar. Biroq ko'ngilsizlik bo'ldimi nima? Jochi, Rastılımın oğlum emas mıydı? O degandek jasoratlik emasmikan? Naydi cesaretlik.
degandek sodiq bo'lmadimi? Bana ayt Sadık. Undaqda uni o'g'lim bo'lish loyiq emas deb o'ylamdilar. Yo'q. Uning cesurluğundan to'liq faxrlanaman. Uni yaxshi ko'rmandilar. Ko'ngillarda u mening o'g'lim emas deb shak keltirayotqashqa, u sizga bag'an siri yot tuyulyotdi. Shundaqmi? Ölükmeykini o'ylasamla, Jo'chi ikkimizning o'rtasida bir ko'langi paydo bo'ladi. Undaq o'ylasalar, Jo'chig'imi bo'rtagim qadliq bo'lmaydi. Jo'chi seni o'g'illarimi emasmi? Buniga bir men demayman. Lekin haqiqiy ahvol qanday bo'lishidan qat'iy nazar xatolik bo'ladi emas. Ularga nisbatan bunday xiyollarda bo'lib yursalar, xatolik sizlarda bo'ladi. To'xtasizlar. Nisbat qilmasizlar yana. To'sma. To'sqinim yo'q. Aldırmışsınlar deyman. Sergik çağlarda şunu davalay. Men bir ayol bo'lsammi, shunisi ayonki bunda qilsalar, o'g'illar bilan aralarida, bo'libmi boshqa o'g'illar bilan uning o'ttirsida dushmanlarni chatlandiradigan arazlik paydo qilib qo'ydilar. Ağartay tağa. Bilemsiz, sen gün Emirhan'ı taşlap, belki çölüge koştukka ketipti. Ha? Nemişqa? Neymişki bolattı, atıbalı işkisi aygırdak tepişip durdu eken emesi mi? Bu fırsatı herkes koldan vermeyi. Bir ola, yoldu deyişeyle. Makul, siz nersilerinizin yürüştü? Hem de tamaşasını kördüğün buldu. Ya, tamaşası tehi degendek çıkmadı. Emirhan bilen sen gün oturstuk vakti yeni ulgaytaylı. Yalnız karaylarının onun tamaşası kızı mısın, tömürçülerin tamaşası mı kızısın? Ha, doğru ha. Ağaratay tağa, siz kıyan kabilesiyi berip, Eleke, Hamakat, Çağatay'a sen günün degen geplerini yetkizip koyun. Ben onun boğusu, kanlaşmaz mı ki? Hey, ben baray! Ço. Yürüm la. Kuchar akam bu. Kim odan? Qaysi shamal sizni bu yoqqa uchirib keldi? Yo siz bu yoqqa shamol chiqarib keldingizmi? Hey, sizden bu ağzınız bize. Bu pisni basatni sana kim dedi? Mama, o gap zaten rasmı, depesliço. Yolg'on. Mama, haqiqiy ishni qasddan yoshiryotdilar. Chag'atay buldi qislar, menlarni achchiq kep ketganini ko'rdingmi? Senin gap qilgan haqqing yo'q. Pes dedik. Chag'atay, qadag'an kichik opangga undaq ketgan. Necha yildan beri menden yoshirib yuribsizlar. Agar Jo'chi Markitani ayolari bo'lmasa, dadam meni unaga Jo'chi deb ism qo'ydi. Jo'chi chaqirilmagan mehmon degan ma'noda. Bu ismdan Jo'chining dadamning o'g'li emasligi chiqib turmadi. Og'zingizim. Kuchar. U suxanchiliga tulka. Kim oğlum? Aldırma. Kaçalı bomuzun bu oğlu son kaydırıp vermen.
Çağatay, sen meni xon otamni o'g'li emas deb sen dedingmi? Shundoq, men dedim. Meni Merkitlarning avlodi degan bu gapnimi sen deding. Shundoqmi? Deymisanmi, sen Merkitlarning avlodi. Çağatay, sen zaharli so'zlar bilan meni haqoratlayapsan. Sen odamning ikkinchi o'g'li bo'lg'achqa, boshida pastkash vositalar bilan ota-bolalik mehrimizni sovuqchilik silib, haqoratlik o'rniga varislik qilmoqchimi? Sana deb qo'yay. Qag'anlik o'rniga varislik qilaman demay yo'q buni qarashliq. Lekin Merkit avlodining o'g'li qag'ani bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Aka, boshqalarning anglagan bunday o'sak so'z bilan akamni qarshilsa bo'lamdi. Boshqalarning anglagan bunday o'sak so'zning asosi yo'q deyman emas. Jo'ylimi? Juchi, eng yaxshisi nadin kelgan bo'lsang, shu yerga ket. Degan bosh ketmoqchiman. Kenimni oqqizma. Oqsimi, Mo'ng'ullikni oqidi. Lekin sening to'mirlaringda iqvatqini, Merkitlarning mehnatqini. Ondan bas görüp bakaylı, kendimize ne oluşmaydı ki? Ay olmasın, bu ardaki mezan kuruluşuna yalnız tutulayım. Yok lan! Çatığa mısın? Hop pes kutun! Yok lan! Jo'chi, elimizga yig'mas. Endi köpek ana! Tomirlarimizda akan kandan ne okşamaydı ki? Kakan adam geldi. Abduraş, börtte hürmet en sazaveren anala. O pak, sadık, akıl, işçen ayal. O bugünküne şan şöhret kazanışımı hemden gibi geldi. Jo'chi, benim oğlum. En batur, en turpkar oğlum. Uktula mı? Ukta. Yine, kadağın küçük apalasıyla halağancı buyruk kıldığın dilek emez. Hürmetle eşkitlik işgal alanı uğur bük ayal. Kadağın kichik apa, xato qiptiman. Meni kechiring. Bayriganlarimga ma'qul bo'lay. Yo'q, hamma kichik o'zlarim tursanglar. Ularga bunday xizmat qilmang. Bundan keyin kim meni deganlarimni unutib qolsa, shu mening o'g'lim emas. Bo'ldi, chiqib ketinglar. Qizim, ko'nglingizni yerim qilmang. Azar yeganligingizni bilaman. Ayol bo'lmoq bek tez. Bir chigillarning kelini bo'lmoq texmi tez. Qoida bo'yicha aytganda, dadamızın yaman gepini qilmasam bo'ladi. Lekin u o'tganni ko'pning oldida to'mirchini cho'ng o'g'lim deb jakoladi. Yana sizni qo'lidan ishim kelmaydi, cho'ng ishlarning ustidan chiqolmaydi dedi. Shundoq. Bu deganlari kelgusida u karaylarning amirlik ham xonlik o'rnini to'mirchinga o'tirib berganlikdan derak bermamdi. To'mirchin buni sizdan o'pdan biladi. Bu musulmonishqa rozimanlik bilan xonatimizga o'g'il bo'ladi. Ha? To'mirchinning yomon niyatini Allıborun sezgenmen. Lekin xonatan uni qilgan kichikkin yaxshiligini deb o'zini bilemay qoldi. Siz uning tikandek yolg'iz o'g'li. Kiraylarning hayot mamati sizga bog'liq. Aytama, siz qanday qilsam bo'lar? Avval qo'l solgan foydaludi. To'mirchini ujuqtirib, ondan maymonlarni yo'qotsangiz, u chog'da butkul yayloq sizga qoladi. Bunda qilsak deyman. Qani sizlar,
Su bo'lmasa daryo bo'lmas, yıldız bo'lmasa daraxt turolmas debdikan. Biz avval uni el qavmlarini bulab kelaylik. El qavmlaridan ayrilsa, u kimga qolgan bo'ladi ekan qani? Bo'ladi. El qavmlarini bulaylik. Keşti bir tane yenik verip yazsıla. O çokum azaplanatdı. Onunsa yasuygen yoki yasuyni tashib basla. Bundoq yolg'iz xiyol surib yursila, o'zini oldirib qo'ydilar. Mushundoq o'ltirsaqmi? Bir obdan bo'ladi ekan. Maylamisa. Sizga hamroh bo'lib o'ltirish beray. Bunisi mushiyat qo'nib qasla. Bekkash bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? O'zimga yangdi. Qandoq deyla? Ağlagan bo'g'itimiz. Kichik cherimda yat qo'saq enimni o'ldirib o'tgandim. Hozir ikki o'g'limni buqidek ushishyapti. Qag'anim. Keyinchi ularni yaxshi o'rinlashtirsalar, aniq ijil o'tib ketdi. Agar o'zlari oldi bilan birasiga boshqacha ko'z qarashda bo'lsalar, u chaqda cho'qim oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Qag'anim bu yerda bu. Ha, bu yerda. Qag'anim, sen gurning odamlari yaylig'imizga o't qo'yibdi. Yana al qavmlarimizda bo'ladi. Qanchalik odam bulab ketdi. Oldin ola tayyorlig'imiz bo'lg'achqa ancha ko'p bulab ketamidi. Bu ish qancha tez tutish qipti, ha? Chataq oldi. Samgin temirchining ovulini bulyapti. Mag'lub bo'pti. Chandurib qo'yibdi-da. Nima? Temirchining alqamlarini bulash to'g'riliq yo'l ko'rsatish maqsadimiz nima edi? Suv bo'lmasa daryo bo'lmas. Shapi berib yillarni cho'chitdim, shundaqmi? Burunli o'ylashim kerak edi. Qanday qilib sizlar yaqin tuqqan emasmidinglar? Undaq dema. O meni qamab qo'ygan. Yana qurultoyga qatnashtirg'izma dehi. O'zingiz aqlman. Qeri. Xiyolingda mushunday qilsam, har ikki taraf yaxshiroq bo'laman deganmidim. Agar temirchin sangini mag'lub qilsa, temirchining abu qilishiga erishmoqchi ekansan-da. Shu aytibsan. Hech kim sendek tik to'xtamaydigan pes odamni yoqtirmaydi. Sen menga sep qo'yay. Agar yana temirchinga hamma pes bo'layotgansan, qilichim qor bo'lishini hargiz oyab qo'ymaydi. Oldingmi? Jamuqa! Samgin sizni darhol kelsin deydi. Temirchin sep qoldi. El qavmlarına başlap xonatan bilan birga yaylayotgan yaylaqdan ko'chdi. Deb yaqinlar. Endi qanday qilamiz? Biz mundaq o'yladik. Endi bir amal qilib, Amirxonni qo'shin tortib, temirchinni yo'qotishga ko'ndiraylik. Xonatan bo'lmaymi? Unga o'xshash bir gapni 10 odamga ayonmay 10 qatim degirsiniz. Cho'qim unaydi.
tashlab, boshqa yerda qo'sh tikkan emasmiding? Xon otamdan mijozi yo'qkan deb anglab, bu yerdan o'tkash yo'q keldi. Qiyonlar hujum qilishga meni ko'ndirman deb necha qatim odam o'tgan eding. Mana endi o'zing gapsan. Nemishqa gap qilmay qarab tursan? Qanday qilay deysan? Sizlarni ulug'monlarda al-qavmlarni to'plab Temirchini yo'qtayli. Men Temirchining dadisi bilan qasamdoshman. Ular necha qatim erklik bilan bizga yordamlashgan tursa, uni yo'qotishga qanday ko'nglim chidaydi? Xon ota, alpozimga qaraganda cho'qim shunday qiladigan o'xshaysan. Men qeridim, tag'i kelmaydigan bo'lib qoldim. Qanday qilg'ing kelsa shunday qilasan. Lekin mas'uliyatdan bosh tortma. Men umrimning oxirini tinch aman o'tkazib, pok dilim bilan egam Aysoning oldiga boray deyman. qana qoldi. Amirxon qo'shin tortishga qo'shildimi? Xon otam qo'shildi. Tayyor olsin. Odamlarni darhol jang, darhol qo'shin tortib otilmaydi. Hop, to'xta. Yo'q. Davron sanmayli. To'g'rilikcha hujum qilayli. Temirchi nima qilarini bilmay qolsin. Xonaga rost Temirchining hujum qo'zg'aldilar. Menda nima amal? Baqqan botiliqim cho'ng bo'pti. Menda teri tugini qo'tandan chiqarib etamizmi? Sizlar vaqaga baqsizlar Tangrining jazosini qo'ymadinglar. Tangri egam mendagi oq ko'ngil ham yo'ldan ozg'onlarni jazolamas. Sizlar rost kelib qopdilar. Jaqagan bu. Jaqagan bu. Undan inim. Kerak qabilasini qutuldirib ol. Kerak qabilasini adolatsiz urush qissini qanday qutuldiraman? Daychig'imdan bir kunni qanchalik shiyralaydig'imni o'zim bilaman. Senga Temirchinga tan kelanmaydi. Meni qanday qildaydilar? Sengimga yordamlashgan. Nima? Hozir boshqa yo'l yo'q. Agar sengim mag'lub bo'lsa, kerak ulusini qilindiri Mong'ollarning asarida qoladi. O chog'da meni sening xotun to'qallarimiz, yana sengimning xotun to'qallari shamoga cho'qinadigan Mong'ollarning qo'ltidaklariga aylanib qoladi. Shu chog'da o'lib tatib qolsam, egam Aysoga qanday yuz kelalayman? Ma'qul amsa. Sen bunu yordamlasha Temirchiga hujum qilay. Biroq u usta, iqtidorsiz, ham gap kelmaydigan odam. Bunday cho'ng ishni uning yolg'iz tutqizib qo'yishga bo'lmaydi. Bo'ladi. Mushu qiyrishinimdan kechib, yana bir qatim otlanay. Hozirda Temirchiga urush xabarini beray. Qanday yazsam bo'la? Nima deb yozaman? Amirxon, Temirchiga hujum qilishga senga navbatdilar. Nima? Qulon, qanday bildingiz? Shuni deyman, nereden anladınız? Sengim dadam bilan Canuqa boshlab Temirchining avvaliga tuyuqsiz hujum qilishga otlandi. Nima? Qo'shin tatib bo'ldimi?
Miladiya 1203-yili Qaraylar qo'shin bo'yicha otilib Temirchinning oldida to'yuksiz hujum qildi. Tarix Temirchinni Qaraylar bilan qiyonlarning hayot-mamotlik urushiga yuzlantirdi. U xolisin, xolimisin bu urushni qabul qilmay amali yo'q edi. Ningsa? Chaqamlash, tuzbosh. Ningsa? Kelbosh. Qaraslar, bir top ayollarni tutib ketdi. Ular kimlar? O'lim bilan bo'rtalama. Ular kimni xo'ta bola chaqalari? Temirchinning esi Qasarni mag'lub qildik. Qasarning xotini, qizi yana ikki o'g'lini tutib keldik. Temirchi qanday qoldi? Jamuqa qo'g'lab ketdi. Biroq ularning qattiq qarshiligiga uchradik. Uqdim. Temirchining shig'i takkili bo'lmadi. Ne bo'ldi? Senga bugun bo'ldi? Uning bo'ldi. Yüzüge o'q tegdi. Demadimmi? Temirchin shig'i takkili bo'lmaydigan odam edi. Sizlar shig'i takkili bo'lmaydigan odamdan shig'i tegdilar. Mana ko'rgansizlar, o'g'limning yuziga mix qadilibdi. Endi bu gaplarni degan uning foydasi. Uni qisosli aytdilar. Ma'qul. Egam o'zing kechirasan. Chaqagan bu. Qo'shinni darhol yig'ib. Shuninglar. Xonaga bo'ldi qilayli. Yana ursak, e'tiborliq o'g'illarni qul qoladilar. Amirxon, yaltaymag'ayla. Temirchin hozir oldin ketdi. Meni degan ko'tal eshittirmoq, yotadigan qo'shidirmi qamadi. Bir g'ayrat bilan uni taltoks yo'qtayli. Yarlangan yo'lbos etasidagi keladi. Avval kuchimizni saqlab, qo'shinni dam oldirib tartibga solgandan keyin Temirchinni yo'qolsaqmi bo'ladi. O chaqda ularni etkimizni tezak deganda kelib kelamiz. Amirxon, qo'shinni dam oldirmaydi. Voy, bo'ldi talashmanglar. Chaqagan bu, Jamuqa, urushni chekinsin. Juringlar. Qorqoldit cho'li urushida Qaraylar bilan qiyonlar har ikki taraf ig'ir talafotga uchradi. Temirchin Amirxonning hujumidan o'zini qochirish uchun urush maydonidan sharqqa chekinganda qo'shinining oran 4600 odamlar qolgan edi. O'q Temirchining keynidan tegibdi. O'ziga qandoq tekkandi. Temurlar, men bo'lganda o'g'idayning hozircha xabari yo'q. O'g'iday, Qasar, Bo'g'irchi, Bo'roqlarning izlari yo'q. Qo'shinqayimizning ta'lim to'lasi tarab chechilib ketdi. Qag'anim, bu yaxshi slot ekan. Nima bo'ldi? O'g'irchi qaytib keldi. Qani? Yursizlar. Qag'anim. O'g'iday. Meydisiga Amirxon qo'shinining o'qitaydi. Bo'g'irchi bilan qalayim qo'shliqda uni aroq qutuldirib chiqdik. Bo'g'irchi yarsizga uyqon qallanni sho'rab chiqiribdi. Men tasdiqda biyan tep keldik. U o'shidan ketdimi? Yo'q. Uxlab qoldi. Qag'an, o'sha keldi. O'g'iday. Qag'an ata. Antisirmasizlar. Hechnim bo'lmayman. Iloyim shifoliqtab qo'ysan. Meni ansiratma. Bilasan, men sana bir umroq. Xonata, ko'zlari qizirib ketdi. Birdan uxlayapsizlar. Men saqib ketaman. Ansirma o'g'lim. Jalma. Lappay.
xotinga deb qo'ysang bo'ladi. Hop, buni chedirga kirib qo'yinglar. Hop. Qog'onim, senimi chedirga kirib uxlayapsizlar. Hozir bu bir qancha chedirimiz qoldi. Ya'ni shuncha ko'p yerdirlar tursa, biz talada tulaylik. Nari akam qochar.马背
上的家园。